Bugun bizda juda ham og'ir operatsiya bo'ladi. Qanaqa operatsiya desanglar, korоче, yaqin o'rtog'immi, yaqin dugonammi, erim o'zgartirish uchun. Marhamat. Yuzingizga bijir-bijir qo'yib yuboramiz, xavotirsiz qilmaysiz. Короче, biz birinchi o'zgartiradigan joyimiz mana shu bo'ladi. Hozir sizlarga chizib ham ko'rsataman. Mana shu yerdan, mana shu yergacha, mana mamtlaridan, buyoqlardan olamiz. Tak burunni to'g'rilaymiz. Lablariga увеличение beramiz. Nimaga o'zgartirib olamiz? Короче, o'rtog'im ovqat qiladi, bolaga qaraydi, yaxshi kutib oladi. Ну, ro'sha o'zgarmaydi. Mana bu bashara kulmas ekan, xotinga kulmaydi. Tushunasizlarmi? Bu yo'q shu narsa. Shuning uchun mana o'zgartirib, kuldirib, chiroyli qilib beramiz. Hozir do'st holatini ko'rsatamiz. O'sam. Voy, hid o'tkir ekan. Xullas, o'rtoqlar, qiyin operatsiyamiz tugadi. Mana endi Roza doim kulib turadi, xotinni ko'rganda bo'lib turadilar mana. Даже endi bular bilan logopedlarimiz ham ishlaydi. Chunki bular qaynanalarni va qaynotalarini onajon, adajon deyomayotgan ekanlar. Shuning uchun endi logopedlarimiz ham ishlaydi. Agar kimda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, albatta bizni direktimizga murojaat qilasiz. Qani bitta kulamiz. Hali achoqlari yo'q qoladi, молодец.